yergacha kelish bu mashaqqat. Bu shuncha yillik olgan bilimlaringizni, malakalaringizni, ko'nikmalaringizni, salohiyatlaringizni natijasi deb bilaman. Qanaqadir bir ichimizda shunaqa tuyg'u bor, что не хотим отпускать эти годы. Xorazmdan geldim. Bitu universiteti domlalarimdan ham hammasine rahmet. Devletimize bir yaxshi shifokor yetishtirib berganim uchun. Mashaqqatli mehnatlari evaziga mana qizim bitirib chiqayapti, diplom olyapti. Rahmat, baraka topsin. Qizimiz Qozog'istondan bu yerga perevod qilib keluvdi, mana bitirib, Xudo xolasa mana o'qishlarni yana davom ettiradi. Men ham xursandman, mana kelinim mana shu yil bitirdilar stomatologiya yo'nalishini. Bizning uyimizda ham stomatolog bor. Bituning ilk qaldirg'ochlari magistraturani bugun biz birinchi bo'lib tugatdik. Bu magistratura bizga yana bitta katta mas'uliyatni yukladi. Biz magistraturani bitirib tamom qildik deb emas, yana bir marra sari, yana bir maqsad sari, yana bir orzularimiz sari yana bitta qadamni qo'yishga tayyormiz.